Alhamdulillah, qulupnay mavsumiga ham yetib keldik. Ana endi qulupnayli murabboni xato va sirlari. Qulupnaylari ezilmasdan dona-dona bo'lib chiqadigan, qiyomi quyuq, yorqin qizil rangda bo'lib chiqadigan murabbo tayyorlaymiz. Murabbo uchun qulupnayni qattiq sortlari va maydalaridan foydalanamiz. Qulupnaylarni shakar bilan aralashtirib, shakar eriguncha 12 soat davomida xona haroratida saqlaymiz. 12 soatdan so'ng murabboni o'rta olovdan pastroq olovda qaynatishni boshlaymiz. Murabbo rangi yorqin va tiniq chiqishi uchun limon sharbatidan qo'shamiz. Murabbo qaynashni boshlagandan so'ng yana 4 daqiqa davomida qaynatib, olovni o'chirib, qulupnaylarni avaylab kengroq tog'ora yoki laganga suzib olamiz. Qiyomni yana 30 daqiqa davomida qaynatib, quyultirib olganimizdan so'ng, qulupnaylarni qaytarib solib, yana 5 daqiqa davomida qaynatib olsak, murabbo tayyor. Murabbo tayyorlashdagi eng katta xato bu murabboni baland olovda qaynatish. Banka va qopqoqlarni sterilizavat qilib, qopqoqlarni yaxshilab yopib, ag'darib, murabbolar asta-sekin sovishi uchun adyol bilan o'rab qo'yamiz. Yevropada juda ham mashhur bo'lgan belgiyskiy qulupnayli jem haqida eshitganmisiz? Agarda bu ko'pchilikka qiziq bo'lsa, albatta video retseptini tayyorlab joylayman.